Qon oqishini to'xtatish. Pulsatsiya bilan chiqayotgan qirmizı rang qon arterial qon ketishning belgisi hisoblanadi. Qon venadan ketayotgan bo'lsa, uning rangi to'q qizil rang bo'lib, qon pulsatsiyasiz oqib turadi. Qon ketishini tomirni siqish, elastik tasma, jgut bilan qon tomirini bo'g'ish, shikastlangan joyga tomirni siquvchi tampon qo'yish yordamida to'xtatish mumkin. Qon ketishini vaqtincha to'xtatish uchun barmoqlar bilan tomirlarni siqish kerak. Qon ketishini to'xtatishning bunday usuli arteriyalar yuzada va suyak yonida joylashganidan qo'llaniladi. Uyqu arteriyasi 7-bo'yin umurtqasining o'simtasi, o'mroq osti arteriya, 1-qovurg'a, yelka arteriyasi, yelka suyagining ichki yuzasidagi soha, son arteriyasi, qov suyagi. To'xtatishning eng ishonchli usuli elastik tasma, jgut bilan bog'lash. Qon oqishi arterial yoki ko'p miqdorda bo'lsa, jgut shikastlangan joydan yuqoriroqda, qon venadan ketayotgan bo'lsa, shikastlangan joyning pastrog'ida bog'lanadi. Jgut bilan bog'langandan joyni yumshoq mato bilan o'rang. Bunda kiyim yengidan ham foydalanish mumkin. Jgutni cho'zib turib, belgilangan joyni 2-3 marta o'rab mahkamlang. Jgutni bog'lash vaqtini qayd qiling, chunki tomirni 2 soatdan ortiq siqilgan holatda qoldirish xavfli. To'qimalar jonsizlanib qolishi, o'lishi mumkin. Jgut to'g'ri o'ralsa, qon ketishi to'xtaydi. Periferiya arteriyasidagi pulsatsiya yo'qoladi. Jgutni keyingi o'ralishi avvalgi joydan yuqoriroqda yoki pastroqda amalga oshiriladi. Jgutni bo'yinga o'rash zarurati tug'ilgan hollarda qo'l ostidagi vositalardan foydalanish mumkin. Bu vositalar bo'yinning shikastlanmagan tomoniga qo'yilib, karkas vazifasini bajaradilar. Karkas sifatida bemorning qo'lidan bo'yinning sog' tomoniga qo'ygan holda foydalanish mumkin. Bu usul bilimda maksimal bukilib bog'langanida, boldir yoki tovondan qon ketganda esa oyoq tizi bo'g'inida maksimal bukilib bog'lanadigan yaxshi samara beradi. Jgutni bog'lash imkoniyati bo'lmagan joylardagina son arteriyasidan qon ketganida oyoqni tizada hamda toz va son suyaklarni tutashtirgan bo'g'inda maksimal bukib, sonni qoringa bosishga lozim. O'mroq osti va qo'ltiq tagidagi arteriyadan qon ketganida qo'lni imkon qadar orqaga qaytarib bog'lash maqsadga muvofiq hisoblanadi.